Tak, video syomkamizga ketyaptimi? Ketyapti. Hammaga assalomu alaykum azizlar. Bugun sizlar bilan Ali, просто Ali, просто без всяких добавок. Вот. Assalomu alaykum. Bugun mana o'zimning kunim, как utadi. Mana shu tug'ilgan kundagi gapda bu. Вот. Ketdim nima desam? Hozir motivatsiya video roligida bo'ladi. Ko'pchilik juda yaxshi biladi, lekin divanda yotib, masalan, mana bunaqa bo'lib qolsa edi, mana bunaqa bo'lib qolsa edi degan odamlar ham bor. O'zimdan filosofni yo'q bo'lmoqchi emasman, просто shunaqa gapi. Bugun zalga kelishga qaror qilingandi, o'zini ham bor edi. Zalga ham keldik. Hozir bizga nishon qilamiz, shoshmaysiz. Yilning oxiri o'tgan yilda уже trenirovkani уже qanaqadir bir video roliklar qilgandan keyin vaqt o'tgandan keyin tashlab qo'ydilar, chunki ish qilishga to'g'ri keldi, ish ko'rish kerak bo'ldi, yordam berish kerak bo'ldi, videolar ham trenirovkalar ham tashlab qo'yildi. Hozir u afsus qilamanmi yo'qmi so'rashadi, конечно afsus qilaman, chunki могло быть лучше. Ну, lekin men shu paytda tashlab qo'yganim uchun oxirman, hech qanaqa statistika o'zgarishi. Hozir mana shu O'zbekistonda kanallar bo'lyapti, ikkita подписчик bor. Если adashmasam, shu 5-mi videoni qo'ydim shu kanalda. Ikkita подписчик 15-20 ta prasмотр bo'lib turibdi, lekin bilaman bu hozirgi natija, masalan, bitta video qo'ygandan 15-20 mingta prasмотр bo'lgan подписчикlar ko'payib ketgan. Hozirgi sifatlarga qarashda hojat yo'q, chunki хотя бы yangi yilgacha 100 ta подписчик bundan o'xshab qoladi. Mana bir 12 ay fonim bor. O'sha syomka katta talab qilmaydi, mas'uliyat yoki bir masalan вложение talab qilmaydi. Men просто videoga olib ketaman, o'zimni hayotimda masalan Sankt-Peterburgda oddiy bola musofirlikda nima qilyapti, qanaqa qilib выживание, qanaqa hayot kechiryapti, shunga o'ylayman, qanday bo'ladi interes. Shuning uchun kanalni boshladim, shuning uchun shu videoni olib kilogram 67 edik. Где-то 2 hafta oldin 69 ga chiqdik. Endi o'rganib o'zimga yarim yil maqsad qo'ydim, чтобы 80 kiloga chiqishga. 80 kiloga chiqishga maqsad qo'ydim. Bu faqat sportda masalan 80 kilo mushaklarni shimoshka qilib tak hozir ishlayman, ofitsiant bo'lib biznesda restoranda hozir videolarda ko'rganingizlar o'sha ishda ham olib boryapman hozir, chunki qo'ylar bo'lishadi deganda, chunki u ishni tashlab qo'yib bo'lmaydi hozir. Parallel lekin trading bilan shug'ullanamiz.
1 yil bo'ladi trening bilan shug'ullanayotganim. Yaxshi mana shu narsalarga tashlab qo'yganim yo'q. Shunda disiplina ushlab turibdi. Chunki bilamanki bu mana shu amakiga ishlash sistemasidan olib chiqib ketadigan bitta masalan avvalom boshqa doim shuni o'rganib borib shuni masalan buni orqasidan bir nimaga erishish niyat bor. Shunaqa niyatlar, shunaqa rejalar boshga qabul qildik. To'g'ri qiyin, to'g'ri masalan 10 soat ishlab kelib mana yana video montaj qilib bir mana qilib chunki men wow montajlayam qilmayapman hozir. Просто обычно shunday olib qanaqa fonga muzika qo'yildi. Hozir o'ylaymanki ishni esdan chiqmadi, mikrofon olindi. Shu gap bilan sizlar bilan uğraşmoqchi edim. Hozir trenirovkadan ba'zi kadrlar bo'ladi. Keyin uyda sal trening bilan shug'ullanamiz. O'shalarga sizlarga video olib qo'yaman. Sizlardan поддержка kutib qolaman. Начинаю новый а-ля блогер пока. Да? Вот. Будем двигаться. Как вы меня видите? Zaldan chiqdim. 17-iPhone bitta ko'raylik qani ushlab, hali ushlab ko'rganim yo'q. Menda 12. Zaldan chiqdim. Sekin endi uyga ketamiz hozir. Konkretно 174 ming. Voy, какой он приятный на ощупь же есть. А он выключен, да? Judayam приятный, haligi qo'lga ushlab nima qilishga, syomka вообще qichig' bo'ladi deydi. Qichig'i bo'lsa kerak a. Mana bu qara ingichkaligi. Vau. Mana bu o'zi ko'rinadi. 20 minglar bo'lsa hozir olib borardim. Так, ладно. Zaldan chiqdim. Lekin o'zimdan davolim emasman nimagadir. Soat qanaqada? Sumkadamiga? Hozir soat ko'rib esimga tushib ketdi-yu. Hozir bitta qarab olamiz. Где наши часы? Да, sumkada. Davolim emasman o'zimdan nimaga? Chunki hali dakani saqlay olmadim, trenirovkani. Odam ham ko'p edi, to'g'risini aytsam. Bahona bo'lishi ham mumkin, bahonada eshitilishi ham mumkin. Odam ko'p edi va issig'ini qara, o'g'lim. iPad mini. Mana bu ham shu kichik ekan, kitob o'qishga 45 ming bo'ldi. Inshaalloh shuni vaqt keladi hali. Mana kelasan, mana bunga qaramaysan-da. Mana bu yoqdi menga deyiladi, shuni chaqirib shuni sotib olinadi. Inshaalloh shu kunlar keladi. O'sha kunlarga harakat qilib yashayman. Nima demoqchiman? Gazini bosish kerak faqat. Faqat gazini bosish kerak. O'zimdan shu bugun недовольныйman haligi. Vaqtroq kelmadim zalga, chunki odam ko'payib ketib qolibdi. Odam ko'payib ketsa, bu trenajyor zaynat, bunisi zaynat shunaqa bo'lib qoladi-yu. Shuning uchun nima desam?
Bu ham menimcha yaxshi privichka deb o'ylayman. O'zingni haligi davolim bo'lmaysan. Agar davolim bo'lib qolsang, "Men qilib qo'ydim, bo'ldi, bugunga yetadi." Yo'q, bu do konca borish kerak, do konca qilish kerak. Do konca shunga o'rganishim kerak men. Masalan, shu bugun masalan bitta zarur savol o'ynaganmiz. Shu bugun men 5 ta podxod qilmasligim kerak-da. 5 ta podxod qilishim kerak o'zi, по списку. Lekin ko'rayman hali kuch bormi, o'shani 6-chisiga ham harakat qilishim kerak. To'shon gaz. O'z uyga borib, sekin haligi uglevod, belki qilib yaxshi ovqatlanib olamiz. Shu bilan ozroq trading haqida sizlarga video qilaman. Ko'rsatib boraman, nima gap, nima so'z. Ertaga ishga inshaalloh nasib. Shu bir yillar ichida niyatim bir shu ish temasini tugatishda, masalan, biroz qo'lda ishlab, ofitsiant bo'lib yurish, yoshim 20 ga qarab ketyapti. Inshaalloh shunaqa yaxshi niyatlar bor. Hammaga rahmat. Videomiz davom etadi. Podpisatsiya qilib, mayli. Qo'yasizlar, Dushinskiy. Tak, hammaga yana bir marta assalomu alaykum. Hozir ko'rib turgan videolaringizdan 2 kunchalar o'tib qoldi уже. Vaqt o'sha kun davomigacha yetirib bo'lmadi videoni. Bugun yana выходной kun, уже выходной ham tugadi почти desam ham bo'ladi. Вот. Sizlarga uyda masalan nima ish bilan shug'ullanaman, ko'proq nima ish qilaman, shuni ko'rsataman deb aytgan edim, aytib o'tgan edim. Bugun hozir qisqacha nima bo'ladi? Kadrlar bo'ladi. Основной uyda mana shu kompyuter. Cheks. Вот, kompyuter, kreatinchik. Вот. Bitcoin ko'rib turganlaringizdek hozir 90da. Вот, обычно shu ish bilan, shu tradingga qiziqaman, tradingda qanaqadir natijalarga erishishga qo'shilib yuribdi hozir. Вот. Tradingda qanaqadir natijalarga erishishga qiziqish, shu yo'nalishda profi bo'lishga qiziqishim va дальнейшем o'zimni shu trading sohasida ko'rishim, trading va video shu sohalarda video olib, shularga qiziqib, maqsad, niyatlar mana shu tomonga inshaalloh. Вот. Yana har xil kitoblar o'qib turaman. Twitch degan platforma bor mana. Искусство харизма, обычно rus tilida o'qiyman kitoblarni. Ko'rsatib boraman yana. Opus kamerani to'g'rilab olamiz. Tak, ko'rsatib boraman. Bizani masalan hozir mana shu video olayotgan kanalimga nechta podpisчигimiz bor, qanaqa bo'lyapti, qanaqa nimalarga erishdik, nima bor, nima yo'q. Shularni ham bir ko'rsatib o'tish niyatim bor. Вот. Mana bu bizni o'zbek tilidagi hozir mana sizlar ko'rib turgan videoni mana shu kanalim bo'ladi. Hop. Mana bunaqa bizda 2 ta podpisчигimiz bor. Eng katta prosmotrimiz mana bu birinchi prosmotr bo'lgan. Musofir bolaning Sankt-Peterburgdagi hayoti. 165 ta prosmotr. Вот. Где-то bir oy bo'ldi. Bugun sanayimiz esa mana shu ko'rib turganlaringizdek. Tak. 7-dekabr 25-yil. Вот, o'ylaymanki tez orada 1000 ta podpisчик, точнее 100 ta podpisчикka yetib olamiz. Вот, hozircha 2 ta, bizda 7 ta video kanalda, mana bunisi bilan 8 ta bo'ladi, jup bo'ladi dedim. Вот, shu haqida sizlar bilan ozroq gaplashmoqchi edim. Videolarni har doimlikda chiqarib turishga harakat qilaman. Mana shu ishda, zalda, hozir nabor massada shularni hammasini ko'rsatib borib ochib oldim. O'zimning hayotimni, oddiy odam hayotimni sizlarga masalan ko'rsatib borib, qanaqadir bir nima deydi, maqsadlarni qo'yib, может kimgadir o'rnak bo'lishi mumkindir.
может kimdir bir havas qilib masalan boshlamay yurganlar ham bor, to'g'ri. Masalan, kameradan qo'rqadi, qarindoshini ko'rib qolsa nima bo'ladi, shunaqa gaplar xayollar bo'ladi odamni fikrda. Вот, o'sha paytda может mana shu bola qilyapti-yu, nima kamim bor deb u ham boshlab ketishi mumkin. Qanaqa bir motivatsiya berib qolishi mumkin. Har qanaqasi bo'ladi. Menga o'xshagan odamlar ko'p ko'rib bir qanaqa vdохновение olishi mumkin. Shuning uchun shu kanalni soздать qildim va o'zimni nima deydi, hayotiy yo'lim, путь deydi-ku, свой путь. Решил зафиксировать свой путь, документировать, так скажем. Hammaga rahmat просмотр uchun. Nima uchun past gapiryapman? Kommunalniy kvartirada yashayman. Shuning uchun qo'shnilar bor. Mana shu hayotim. Hammaga katta rahmat. Shu videoni shu joyigacha ko'rgan bo'lsangiz, bitta like, bitta podpiska qilib qo'ying. Chunki kelajagimizni birga quramiz. Shunaqa deb qolaman. Atak hech qachon boshlagan ishlaringizni tashlab qo'ymang. Hech qachon. Chunki keyingi afsus, keyingi pushaymon o'zingga dushman deydi. Keyin afsus juda ham og'riqli bo'ladi. Nimaga o'shanda qilmadim, nimaga o'shanda qoldirdim. Masalan, menga уже достаточно. Nima причина men buni olmay qo'yishim. Chunki bir oyda ikkita подписчик, bir xil video ikkita просмотр bo'lgan, bir xil bitta просмотр bo'lgan, bir xil 5 ta bo'lgan, bir xil bitta. Lekin bu уже meni psixologiyamga nima deydi, o'z bosimini o'tkaza olmaydi. Masalan, bo'ldi, masalan 10-15 ta video oldim bir oyga, lekin hech qanday rezultat yo'q, ikkita подписчик yo'q. Men qo'yib ketaverman, bir kun natijasini beraman. To'g'ri, hozir montaj qanaqadir bir wow bo'lishi mumkin emas, qanaqadir slabay. Masalan, sekin kuchaytirib, sekin idealga olib borib ketaveramiz. Shunaqa gaplar. Hammaga rahmat, yana bir marta. Gaz, faqat gazini bosamiz.